Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugun sotuvga chiqqan joyimiz zo'r tochkada bir xonali kvartira bo'ladi. Yo'l remontdan chiqib turibdi, pat kulish to'g'ri girib yashasangiz bo'ladi. Mestasini tushuntirib o'tadan olsam, bu yon taraf Olimpiya stadion bo'ladi, bu yon taraf Gurlenskiy, bu yon taraf esa Shumbala. Shumbalani yan boshida joylashgan bir xonali kvartira, ikkinchi etajda joylashgan. Urdu Daretalam yaqin joyda zo'r tochkada joylashgan. Qanasi ichkari qismidan danışib görüşüp chiqsa. Neyse, hurmatli obunachilar, ikkinchi etajimiz ham yetib keldi. Girish o't eshiklarimiz demir eshik ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb ichkari tomonga kirib olsak, joyimiz bir xonadan iborat. Bu yon tarafimiz ko'rsatib o'tsak, oyoqdagi gilamlar ham toza. Remontdan odam yashamagan, spanli mebel hamma jihati bilan sotiladi. Joyimiz narxi ham arzon. 240 milyon so'm. Joyimiz yo'lning ustida demak bo'ladi. Shumbala tarafda. Balkonlarga ega. Suv, svet, gazdan umuman problemasi yo'q. Men bu yerda katta yo'l hisoblanadi. Joyimiz Urdu Daretalar hamma joy yaqin joyda joylashgan. Men gap yo'q. Televizor bor ekan. Moshina yaxshi sifatli, yuvib, sirib ishlatadigan aboylardan ishlangan ekan. Pataloqlarimiz oqlanib kraskalanib turibdi, galagilar qo'yilgan. Ayna eshiklari aqua i ichkari tomonning eshiklari ajoyib eshiklardan ekan. Bu yerimiz sanuzel bo'ladi. Oyoqlar gazon, mumtoz, pataloqchalar. Ajoyib narsalardan ishlatilgan ekan. Pataloqlarimiz to'qa kelgan. Elektrik montajlar tozalab o'tgan. Zo'r etib, bu yon tarafimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda kir mashin bilan xonaliklari ketadi ekan, qahamish qiladi. Aynalar akbayna. Gazimiz ketib turibdi. Yana kuxnimiz ham bor. Oyoqimiz keyin ajoyib gilamlardan tashalgan. Joyimiz narxini aytib o'tsam, 240 milyon so'm. Kimga joyimiz moqligi bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon urib, bemalol to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Keling, ustida savdolashib, arzonroq olib berishga harakat qilamiz. Sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lishlardan chiqmasin. Hamma shundan joy olish nasib etsin.